Hurmatli mijozlarimiz, hammaga assalomu alaykum. Kia Sonet uchun bizda hamma narsalar bor. Kia Sonet avval klientlarimizga shu videoni yuboramiz. Yo'tibsizlar, parok qo'yib berganmiz. Parok o'zida kelmaydi mashinani. Bilizgarliklardan qo'yib berganmiz. Bu ham o'zida kelmaydi. Hurmatli klientlarimiz, Kia uchun bizda narsalar bor, hammasini aytib o'taman. Mashina o'zida kelmaydi, parok kelmaydi, bilizgarlik kelmaydi. Keyin esa oldina bufer setkilar, chexol, rul chexol, antiradar xizmatlari, xullas, keyin xohish istagiga qarab vitraliklari, xullas hamma narsalari bor. Kim shunday Kia mashinalari uchun kerakli aksessuarlar kerak bo'lsa, bemalol Avtomir 111 ga murojaat etsangiz bo'ladi. Undan tashqari antiradar xizmatlari bor bizda, bilasizlar. Bu mashina nomer 1 bo'lgan 8800 antiradarni qo'yib berganmiz. Narxi $230 turadi. Shu pulning ichida 1 yil davomida besplatniy programma prosheklarni ishlab beramiz, mashinani ustun ketib beramiz. Keyin esa rulni chexol qilib berganmiz, akkuratni etib o'zini radno roli kirib qolmasligi uchun shunday akkuratni etib rol chexol qilib beramiz. Poliklar ham bor, bemalol nalichida chexol kerak bo'lsa, chexollarimiz ham bor. Parokimiz bemalol 100 kilodan ziyod odamni ko'tarib qiladi. Xullas, Kia Sonet uchun hamma narsalar Avtomir 111 da nalichida bor. Bizga kuzatib boringlar, Avtomir 111 doimo xizmatda.